Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yilning 30-yanvarida Samarqand shahrida oddiy xizmatchi oilasida tavallud topdi. Uning oilasida har kungi og'ir mehnat yashash uchun pul topishning yagona usuli edi. Uning bolaligi urush va urushdan keyingi yillarga to'g'ri keldi. U va uning barcha yaqinlari bir burda nonning haqiqiy bahosini bilganiga qaramasdan, qiyinchilik va yo'qchilikni boshdan kechirdi. Ular minglab vatandoshlarimiz kabi Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan kishilar bilan o'z uyi va tuz nonini baham ko'rgandi. Islom Karimov 1945-yilda Samarqanddagi Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomidagi 21-maktabga o'qishga kirib, uni oltin medal bilan tamomladi. O'quvchilik yillari mobaynida ko'p adabiyotlarni, ayniqsa tarix bo'yicha adabiyotlarni o'qidi. U aniq fanlarni yoqtirardi. Shaxmatga, modellashtirish va stol tennisiga qiziqardi. 1955-yilda Islom Abdug'aniyevich O'rta Osiyo Politexnika institutiga o'qishga kirdi. 1960-yilda uni tamomlab va muhandis-mexanik mutaxassisligi bo'yicha diplom olib, Toshselmash zavodida o'z mehnat faoliyatini boshladi va qisqa davr ichida usta yordamchisi, usta va texnolog kabi lavozimlarda ishlashga ulgurdi. Bu zavod qishloq xo'jaligi texnikasining har xil turlarini, shu jumladan paxta terish mashinalarini ishlab chiqarardi. Ular O'zbekiston va boshqa respublikalar dehqonlarining mehnatini yengillashtirardi. Shuningdek, boshqa mamlakatlarga eksport qilinardi. Islom Abdug'aniyevich uchun bularning barchasini vujudida his qilish, ishlab chiqarishda tajriba orttirish, zavod hayotining murakkab va ijobiy tomonlarini ko'rish muhim edi. O'zining intiluvchanligi, bilimdonligi va tashkiliy fazilatlari tufayli 1961-yilda u sobiq Sovet ittifoqining harbiy sanoat majmuasining yirik korxonalaridan birida Toshkent aviatsiya zavodida muhandis lavozimiga tayinlandi. Bu yerda u 1966-yilgacha ishlab, yetakchi muhandis konstruktor lavozimigacha ko'tarildi. Taqdir unga kulib boqmagandi. U qator qiyinchiliklar va to'siqlarni bartaraf etishi lozim edi. Bu esa uning xarakterini toblar, uni yanada mustahkam qilardi. U hayot yo'lini avvalambor o'z kuchi va bilimlariga tayanib bosib o'tdi. Maktab yillarida, institutda, ishlab chiqarishdagi mehnat faoliyatida va iqtisodiy ta'lim olayotganida va dissertatsiyasini himoya qilganda ham u o'z kuchi va bilimiga tayandi. U ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim oldi. Aynan shu tarzda 1967-yilda u Toshkent xalq xo'jaligi institutining kechki bo'limini tamomladi. 1973-yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutida O'zbekiston SSR sanoatining tarmoq tuzilishi va uni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1975-yilda Moskvada nufuzli xalq xo'jaligi boshqaruvi institutida iqtisodiy matematik usullar va hisoblash texnikasini qo'llagan holda ishlab chiqarish va rejalashtirishni boshqarish, tashkil qilish zamonaviy usullari sohasi bo'yicha tahsil oldi. 1994-yilda unga iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasi, makroiqtisodiyot ixtisosligi bo'yicha professor ilmiy unvoni berildi. U O'zbekiston Fanlar akademiyasining iqtisodiyot ixtisosligi bo'yicha haqiqiy a'zosi etib saylandi. 1966-yildan e'tiboran Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston Davlat reja qo'mitasiga o'tib, fan bo'limi bosh mutaxassisi lavozimidan Davlat reja qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimigacha yo'lni bosib o'tdi. Jiddiy va o'ziga xos fikrlaydigan, iste'dodli iqtisodchi obro'siga erishdi. 1983-yilda moliya vaziri, 1986-yilda Ministrlar kengashi raisining o'rinbosari, O'zbekiston Davlat reja qo'mitasi raisi bo'ldi. Iqtisodchi, nazariyachi va amaliyotchi Islom Karimov xo'jalik yuritishning ma'muriy buyruqbozlik tizimi butunlay noto'g'riligini ko'rib anglagan. Respublikaning moliyaviy iqtisodiy rivojlanishi rejalarini shakllantirgan Davlat reja qo'mitasida va Moliya vazirligida xizmat pillapoyalaridan o'tayotib, tahliliy tafakkurga ega bo'lgan holda hech kimga ma'lum bo'lmagan yuzaga kelgan muammolarni ich-ichidan his qilardi. 1986-yilda o'z SSR Davlat reja qo'mitasi raisi bo'lgan Islom Abdug'aniyevich vaziyatni chuqur o'rganganidan keyin respublika iqtisodiy talofat oldida turganini angladi. U vaziyatni tushungan va uni yaxshi tomonga o'zgartirishni xohlagan holda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasiga O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishi muammolari va istiqbollari haqidagi ma'lumotnoma
tayyorladi. U jiddiy va aniq choralar ko'rilishiga umid qilgandi, lekin vujudga kelgan vaziyat rahbariyatning shu darajada g'azabiga sabab bo'ldiki, uning Toshkentda bundan buyon qolishiga imkoni yo'q edi. Islom Abdug'aniyevich Karimovdan qutulish istagi shunchalik kuchli ediki, shu tufayli partiya tomonidan viloyat partiya qo'mitasi birinchi kotibi lavozimiga tayinlanishning belgilangan tartibi buzildi. Shunday qilib, u siyosiy byuro yig'ilishida Qashqadaryo viloyati partiya qo'mitasi birinchi kotibi lavozimiga sirtdan tayinlandi. Amalda bu uning markazdan uzoqroqqa surgun qilinishi edi. Islom Abdug'aniyevich juda murakkab viloyatga yuborilgan edi. Butun O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat oson emasdi. Qashqadaryo viloyatida esa vaziyat ancha murakkablashgan edi. Chunki avvalgi viloyat rahbariyati xalqning ko'z o'ngida o'z obro'sini tushirgan, u yerda partiya rahbarlariga nisbatan ishonch umuman yo'q edi. Ehtimol Islom Abdug'aniyevichning Qashqadaryoga tayinlanishi uni sindirish uchun kerak bo'lgandir. Biroq bu aksincha uning taqdirida burilish yasadi. U Qashqadaryoda qariyb 3 yil ishladi. Uning bosh maqsadi xalqning ishonchini qozonish, hokimiyatga nisbatan munosabatini o'zgartirish, viloyatda ishlarning ahvolini yaxshilashdan iborat edi va u buni uddaladi. Qariyb 300 kilometr yo'llar, bozorlar, ijtimoiy-madaniy obyektlar qurildi. Hozirgacha viloyatda odamlar Islom Abdug'aniyevich Karimov ishlagan kunlarini mamnuniyat bilan eslaydilar. Islom Karimov qanday lavozimda ishlamasin, u avvalambor o'z vatanining fuqarosi bo'lib qoldi. Xalqining baxtli va farovon turmush kechirishini xohladi. Xalq ham o'z hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni his qilib, unga katta ishonch bilan qarabgina qolmay, balki o'z yo'lboshchisining haqiqiy fikrdoshi bo'ldi. O'sha yillarning o'zida uning vatan oldidagi xizmatlari Mehnat qizil bayroq va Xalqlar do'stligi 1988-yili ordenlari bilan taqdirlangandi. 1989-yil 23-iyun kuni Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi birinchi kotibi etib saylandi va o'sha vaqtda fojiali voqealar ro'y bergan pallada O'zbekiston boshqaruvini o'z zimmasiga oldi. Islom Abdug'aniyevich yuksak lavozimga kelgan vaziyatni to'laqonli his qilish uchun uning o'z so'zlariga murojaat qilaylik. Sovet kommunistik tizimi hali hamon hukmron bo'lgan 1989-yilni eslaylik. Mayning oxiri, iyun oyining boshida Farg'ona voqealari deb nom olgan mudhish voqealar yuz berdi. Ular butun sobiq ittifoqini hayratga soldi va nafaqat O'zbekistondagi, balki butun O'rta Osiyodagi vaziyatni portlatib yuborishi mumkin edi. Aynan o'sha kunlari respublikadagi vaziyat keskin va nafaqat Farg'ona vodiysida, balki Toshkent, Sirdaryo viloyatlari va boshqa viloyatlarning ayrim hududlarida yer go'yoki yonib turgan bir paytda O'zbekiston shaxsiy jasorati va yuz berayotgan voqealarning mazmun mohiyatiga davlat qarashi, o'z xalqi va o'z mamlakati uchun alohida mas'uliyati bo'lgan rahbarga ega bo'ldi. Islom Karimov bularning negizida kasodga uchragan ma'muriy buyruqbozlik tizimi respublikaning milliy, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini inkor etish siyosati, hukmronlik va xalqni kamsitish siyosatida yotishini yaxshi anglagan. Markaz tashabbusi bilan tahqirlovchi paxta ishi, o'zbek ishi asoratlari haligacha kishilarning yodida turibdi. Halokatli vaziyat xomashyo yo'nalishiga moslashgan iqtisodiyotda ham vujudga kelgan edi. Respublikada ayniqsa aholi zich yashagan Farg'ona vodiysida o'z ijtimoiy-iqtisodiy ahvolidan norozi bo'lgan kishilarning sabr kosasi to'lgan edi. Endilikda aniqlik bilan aytish mumkin, aynan Islom Karimov millatlararo ziddiyatni to'xtatdi. Fuqarolar urushi olovini o'chirdi. Yuz minglab, balki millionlab kishilarning hayotini saqlab qoldi. Respublikamizda ham ko'p millatli aholi yashaydigan Markaziy Osiyo mintaqasida ham tinchlik va xotirjamlikni ta'minladi. Islom Karimov O'zbekiston rahbari etib saylanganidan keyingi kunidayoq, ya'ni 1989-yil 24-iyunda hukumat yig'ilishida u qat'iyan "Biz bundan buyon eskicha yashay olmaymiz va bunday yashashga zamonning o'zi yo'l qo'ymaydi" degan fikrni ilgari surdi. Shuningdek, qadam-ba-qadam respublikamizni rivojlantirish bo'yicha chuqur o'ylangan o'z dasturini tatbiq etishga kirishdi. Qisqa muddatlarda tubdan ko'rilgan boshqa choralar bilan birga 1989-yil avgustidayoq tarixiy qaror qabul qilindi. 400 ming gektarga yaqin sug'oriladigan yerlar qariyb 2,5 million oilaga tomorqa sifatida ajratib berildi. Bu shubhasiz dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilishda, mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni saqlashga xizmat qildi. Agar bitta tarixiy faktni hisobga oladigan bo'lsak, ushbu birinchi navbatdagi o'zgarishning butun miqyosini anglash qiyin emas. Sovet hokimiyatining 72 yili mobaynida
O'zbekiston qishloq aholisiga atigi 300 ming gektar yer ajratilgan edi, xolos. 1989-yil oktyabrida juda uzoq vaqt mobaynida ikkinchi darajali o'rinlarda bo'lgan o'zbek tiliga davlat tili maqomini bergan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingani Islom Karimovning dadil siyosiy qadami bo'ldi. Bu o'zbek xalqining milliy ongi yuksalishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mustaqillikni qo'lga kiritish yo'lida birinchi g'alaba edi. Ta'kidlash joizki, o'sha vaqtda O'zbekiston SSR tarkibida bo'lgan. Unda juda katta mamlakatni boshqaradigan qattiq ma'muriy buyruqbozlik tizimi amal qilgan. Garchi mazkur qaror Moskva markaziy siyosatiga zid bo'lsa ham, u qabul qilinib tatbiq etildi. O'zbekiston zimmasiga yuklatilgan qarorlarga ko'ra barcha ekinlar uchun mo'ljallangan maydonlarning deyarli 80-90% bitta ekin paxta bilan band qilingan edi. Bu katta ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga sabab bo'ldi va Islom Karimovgacha kishilar dardiga quloq solib ularning dolzarb muammolarini yechish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan bironta rahbar bo'lmadi. Islom Karimov shaxsiy jasurlik bobida ham ibrat bo'la olardi. Toshkent viloyati Bo'ka va Parkent tumanlarida avj olgan mitinglarda shaxsiy xavfsizligi haqida bosh qotirmay, u odamlarni so'zi bilan ishontira olganligini eslashning o'zi kifoya qiladi. Yoki 1991-yilning oxirida Namangan viloyati ma'muriyatining ekstremistlar tomonidan to'laligicha nazorat qilingan binosiga himoya qiluvchi xodimlarsiz bir o'zi kirib, har qanday ekstremizmni, shu jumladan diniy ekstremizmni istisno qiluvchi demokratik va dunyoviy davlat qurish bo'yicha o'z nuqtai nazarini qat'iy va aniq qilib ko'rsatib berdi. Keltirilgan faktlar o'sha inson bo'lmagan vaqtning haqiqiy holatini ishonchli tarzda aks ettiradi va hech qanday izoh talab qilmaydi. 1990-yil mart oyida Gorbachev va uning atrofidagilarni hayron qoldirib, O'zbekiston ittifoqdosh respublikalardan birinchi bo'lib respublika prezidenti lavozimini joriy qildi. 1990-yil 24-mart kuni Oliy Sovetning sessiyasida Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti etib saylandi. 1990-yil 21-iyunda O'zbekiston SSR Oliy Sovetining ikkinchi sessiyasida Islom Abdug'aniyevich Karimovning tashabbusi bilan mustaqillik to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. Bu mustaqillik kurash borasidagi jasur va hal qiluvchi qadamlardan bo'lib, ular ko'p millionli xalqimiz Moskva markazidan aytilgan kommunistik mafkuraning bosimi ostida boshqa yashashni istamasligini tasdig'i bo'ldi. Ta'kidlash joizki, yaratilgan huquqiy asoslarga qaramay, haqiqiy mustaqillikka hali ancha yo'l bosish zarur edi. Bundan tashqari, Moskva rahbariyati loqaydlik kayfiyatida bo'lishiga qaramasdan, o'z tasarrufida dunyodagi eng kuchli qatag'on qiluvchi apparatlardan biriga ega edi va istalgan vaqtida suverenitetlar paradini bekor qilishi mumkin edi. Aynan shunday vaqtda haqiqiy yetakchi o'z xalqining qo'llab-quvvatlashini va ishonchini his qilib, mamlakat taqdiri uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va qat'iyatlilik, mardlik hamda jasorat namunasini ko'rsatdi. 1991-yil 31-avgustda 12-chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Sovetining navbatdan tashqari 6-sessiyasida Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. O'sha kunning o'zida O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. 1990-yilning avgustidayoq Islom Karimov Kompartiyani qayta tashkil qilishga kirishdi. Xalqimizning yangi uyni qurmay turib eskisini buzmang degan dono fikrini qo'llab-quvvatlab, uning mafkurasi va siyosatini amalda tubdan o'zgartirishga harakat qildi. Odamlar va ma'muriyat ulkan zaxiralari bo'lgan hukmron partiya mutlaqo yangi mafkura va siyosatga ega Xalq demokratik partiyasiga o'zgartirildi. Kommunistik partiyaning obro'si tushib ketgan lahzada o'zlarini muxolif deb e'lon qilgan Birlik va Erk partiyasi kabi muqobil partiyalar va harakatlar paydo bo'ldi. Mamlakatdagi ichki siyosiy vaziyat murakkabligiga qaramay Islom Karimov fikrlar xilma-xilligini va demokratik qadriyatlarga sadoqatni namoyon qilgan holda dadil qadam qo'yishga, ko'p partiyaviylik va muqobillik asosida saylov o'tkazishga qaror qildi. Saylov 1991-yil 29-dekabrda umumiy teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazildi. Mutlaq ko'pchilik ovozi bilan ushbu yuksak lavozimga Islom Abdug'aniyevich Karimov saylandi. Unga saylovchilarning 86% ovoz berdi.
Prezident saylovi bilan bir vaqtda O'zbekiston mustaqilligi masalasi bo'yicha referendum o'tkazildi. Ovoz berishga kelgan deyarli barcha fuqarolar mustaqil suveren O'zbekiston uchun fikr bildirdilar. Saylovdagi g'alabasi bilan Islom Karimov o'zining butun xalq tomonidan qo'llab-quvvatlangan siyosati qonuniyligini tasdiqladi. Prezident lavozimidagi vakolatlari haqqoniyligining bunday tasdig'i shubhasiz Islom Karimovga mustaqillikni mustahkamlash hamda orziqib kutilgan siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish bo'yicha olib borayotgan ishlar to'g'riligiga ishonchni yanada mustahkamladi. Tarixan qisqa davrda mamlakatimizda davlat va jamiyat qurilishining asosiy tamoyillari aniq ta'riflangan asosiy qonun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ishlab chiqilib, qabul qilindi. Islom Abdug'aniyevich uning ustida ishlashda bevosita qatnashib, O'zbekiston Respublikasi asosiy qonuni ustida ishlashda konstitutsiyaviy tajribadan foydalanish uchun AQSh, GFR, Yaponiya, Kanada, Fransiya, Portugaliya, Italiya, Shvetsiya, Turkiya, Ispaniya, Hindiston, Pokiston, Misr kabi mamlakatlarning konstitutsiyalarini batafsil o'rganib chiqdi. Islom Abdug'aniyevich asosiy qonunni ishlab chiqish bo'yicha komissiyani boshqarayotib, O'zbekiston negizida millati, diniga munosabati, ijtimoiy mavqei va siyosiy e'tiqodidan qat'iy nazar insonparvarlik hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash tamoyillari yotgan kelajagi buyuk davlatni ko'rgandi. 3 oy mobaynida konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasidan o'tib, uning doirasida 6000 dan ziyod taklif kiritildi va komissiya tomonidan ko'rib chiqildi. 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Oliy Kengashi ushbu tarixiy hujjatni qabul qildi. Yangi konstitutsiya fuqarolarni va davlatni huquq va majburiyatlar orqali o'zaro bog'lab turadi. Shu ma'noda hujjat inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining barcha prinsipal qoidalarini, ya'ni hayot, shaxs va inson erkinligining daxlsizligi qoidasini o'zida mujassam etgan. Yangi jamiyat qurishning asosiy negizi sifatida mulkka nisbatan munosabat prinsipal ahamiyatga ega. Konstitutsiyada xususiy mulk nafaqat uning boshqa shakllari bilan teng huquqliligi, balki davlat va uning institutlari himoyasi ostida ekanligi e'lon qilingan. Ta'kidlash joizki, ilgari sobiq SSR huquqiy tizimida xususiy mulk tushunchasini shaxsiy mulk tushunchasi bilan almashtirgan holda uni chetlab o'tishga urinishlar bo'lardi. Ko'p yillik bir partiyali monopoliyadan keyin davlat hokimiyati qonunchilik, ijroiya, sud hokimiyatiga bo'linishi tamoyili asosida tashkil qilinishi va tuzilishining huquqiy asoslari yaratildi. Alohida ta'kidlash joizki, yangi konstitutsiya loyihasi ishlab chiqish jarayonida BMT fundamental hujjatlarining qoidalariga va xalqaro huquq prinsiplariga qat'iy amal qilindi. Hatto Yevropa mamlakatlari va AQShning eng talabchan ekspertlari, shuningdek BMT va Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik kengashining ko'p sonli ekspertlari Oliy Kengash tomonidan qabul qilingan qonunni diqqat bilan tahlil qilib, u umummaqbul qilingan demokratik normalarga muvofiqligini e'tirof etdilar. Shu boisdan ham Islom Abdug'aniyevich konstitutsiya bizning buyuk yutug'imiz deb ta'kidlashiga to'la haqli edi. Islom Karimov muqobillik asosida to'g'ridan-to'g'ri umumiy yashirin ovoz berish yo'li bilan bir necha marotaba O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi va har safar saylovchilarning mutlaq ko'pchilik ovozini oldi. Bu 2000-yil 9-yanvar, 2007-yil 23-dekabr, 2015-yil 29-mart kunlari kuzatildi. Islom Karimov mamlakatimizda sportni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi va uning o'zi ham har kuni trenajyorlarda shug'ullanib, yaxshi jismoniy formasini saqlashga harakat qildi. Bu unga sutkasiga 10 soatgacha ishlash imkonini berdi. U deyarli ta'tilga chiqmasdi va dam olish vaqtida oz fursat bo'lsa-da Toshkent viloyati Qaynarsoy tog'lariga safar qilishni ma'qul ko'rardi. U yerdagi sokin muhitda ko'p yurardi, tabiatdan bahra olardi. Umuman olganda u tabiatga e'tibor bilan munosabatda bo'lar edi. Har bir kichkina o'zgarishlarni ko'rardi va o'z munosabati bilan hamsuhbatlarini ergashtirishga harakat qilardi. Hatto dam olish vaqtida ham u yetilib qolgan muammolarni hal qilishga kirishib ketardi. Uning 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirardi. Uning rafiqasi Tatyana Akbarovna uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotning barcha zahmatlarini baham ko'rdi. Mustaqil davlatimizning asoschisi Islom Abdug'aniyevich Karimov 2016-yil 2-sentyabr kuni soat 20:55 da Toshkentda miya qon aylanishining o'tkir buzilishi insult oqibatida vafot etdi. Birinchi prezidentga nisbatan samimiy mehr-muhabbat va chuqur hurmat ayniqsa motam kunlari kuchli namoyon bo'ldi. O'shanda butun xalqimiz birinchi prezidentimizni ko'z yoshlari bilan uning oxirgi manziliga kuzatib qo'ydi.
Bundan qariyb 60 yil avval maktabni oltin medal bilan tamomlagan yosh iste'dodli bolakayni taqdir bu shahardan olib ketgandi. Endi esa o'z ona zaminiga, mustaqil O'zbekiston prezidenti sifatida so'nggi manziliga qaytib keldi. Islom Abdug'aniyevichning hayotdan ko'z yumishi respublikamizning barcha aholisi uchun juda og'ir, tiklab bo'lmas yo'qotish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich o'zini ona Samarqand zaminida dafn etilishini xohlagan edi va uning vasiyati bajo keltirildi. 2016-yil 3-sentyabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti o'zining kichik vatani Samarqand shahrining qadimiy Hazrati Xizr masjidida dafn etildi. O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan o'z nutqi ustida ishlaganida Islom Abdug'aniyevich Karimov nutqini quyidagi so'zlar bilan yakunlamoqchi edi. U bu so'zlarni aytishiga ulgurmadi. Endilikda bu so'zlar xalqimiz uchun vasiyatnoma hisoblanadi. Barcha ezgu ishlarimizda Yaratganning o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.